Farg'ona ko'chalarida chuqur yamab yurgan bu yigitlar aslida kim? Ular shuncha pulni qayerdan olyapti? Chunki yo'llarni ta'mirlashga hazil pul ketmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan bu yigitlar aslida nima ish qilishadi? Bu Avazbek, bu yigitning asl kasbi fotograf. Bu esa Lazizbek, uning kasbi ismi mutaxassis. Yigitlarning aytishi bo'yicha bu ishlarni birinchi o'rinda o'z xohishlari va o'z cho'ntagidagi mablag' bilan boshlashgan. Hech qanday homiy yo'q. Yigitlar bu loyihalarni Instagramda doim joylab borishadi. Jamoatchilik esa buni qizg'in qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq ularni tanqid qilayotganlar ham yo'q emas. Kontent uchun qilyapsizlar, tanilish uchun qilyapsizlar deb izoh qoldirayotganlar ham bor. Lekin bugun hech qaysi gap so'zga qaramasdan yigitlar olg'a borishyapti. Shu ishni boshlaganimizdan keyin topgan pullarimizga ham boshqacha baraka kirdi aka deydi yigitlar. Ijtimoiy tarmoqlarda bu loyihani qo'llab-quvvatlab pul tashlab berayotgan yurtdoshlarimizning borligi odamni quvontiradi. Xo'sh, siz bu loyiha haqida nima fikrdasiz? Kommentariyalarda fikrlaringizni kutib qolamiz. Biz sizga doim mana shunday foydali videolarni namoyish etib boramiz. Shu sababli hoziroq qayerda qancha kanalga obuna bo'ling.